Mirziyoyevlar diktaturasiga qarshi kurash davom etadi. Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi suhbatdamiz ijtimoiy siyosiy mavzularda suhbatimiz davom etadi. Mirziyoyevlar diktaturasiga qarshi kurash davom etadi. Buni ko'p aytdik. Ko'p do'stlarimiz buni tushunadi. Diktatura nimaligini, yakka hokimlik, qonun ishlamaydi, konstitutsiya ishlamaydi. Tepada bir odam o'tiradi, rahbar. Oldin Karimov degan, endi Mirziyoyev degan. O'shaning aytgani bo'ladi. Shunga diktatura deyiladi. Qonunlar, konstitutsiya ishlasa va bu rahbar, demak, agar o'zi qonunlarga, konstitutsiyaga amal qilsa, unda bu fuqaroviy jamiyat bo'ladi, huquqiy davlat bo'ladi. Diktatura bo'lmaydi. Endi kurash nima uchun? Kurash haq uchun. Buni hammamiz bilamiz, haq va botil. Lekin ko'plar uchun bu shaklda bo'lmaydi endi kurash. Odamlar non uchun kurashyapti. Odamlar hayotini yaxshi yashash uchun kurashyapti. Odamlar narx-navodan, ishsizlikdan shikoyatchi. Ya'ni haq uchun kurash deganda bu umumiy bir kurash. Lekin bu kundalik hayotda hamma men haq uchun kurashyapman deb chiqmaydi. Non uchun, pul uchun, ish uchun inson nima dardi bo'lsa, o'sha uchun kurashadi. Janozaga kelgan o'zining dardiga yig'laydi. Endi bu ma'noda kurash O'zbekistonda juda katta. 80-90% odamlar rejimdan norozi. Ya'ni bu rejimning o'zgarishini istaydi. Erkinlik bo'lishini istaydi, adolat. Boyaga aytganimda, ya'ni pul bo'lishini istaydi, yaxshi. Maosh bo'lsin, mana $2000. Hammaning ko'zi birdan ochiladi, yani. Tushunadi, yani. Hozir $200 olayotganlar, demak $2000 oladigan bo'lsa, demak bu juda zo'r bo'ladi deb o'ylaydi birdan. Qanday qilamiz? Nima qilish kerak deydi. Nima qilish kerak? Kurashish kerak. Nimaga qarshi? Mirziyoyev diktaturasiga qarshi kurashadi. Diktatura xalqni kambag'al qilyapti. Diktatura imkon bermayapti xalqqa. Diktatura imkon bermayapti xalqqa. Demak, yaxshi yashashga va yaxshi ishlashga. Bu umumiy ma'noda, demak, odamlar tirikchilik uchun, pul uchun, ish uchun, ishchoy uchun, $2000 maosh uchun shuni o'ylayapti odamlar eng kamidan. Bu ma'noda O'zbekiston aholisining 90% bu rejimdan, Mirziyoyev diktaturasidan norozi. Endi umumiy bo'lmagan, buni tushungan odamlar bor. Masalan, mana Hamid Sodiq voqeasi. Yoki bundan bir oy oldin o'zbek tili. Odamlar tushunadigan qadriyat, biz qadriyat degan. Ya'ni qornimga emas, qadrimga yig'laymiz deymiz-ku. O'shandan qadriyat degan demak alhamdulillah bir narsa o'rtaga chiqadi. Odamlar faqat pulni o'ylamaydi. O'zbek tilim bo'lsin deydi, yaxshi gapiradi. Islom dinim bo'lsin deydi. Yoki Hamid Sodiq va shunga o'xshagan siyosatshunoslar. Ular erkinlik bo'lsin, adolat bo'lsin, jamiyatda qonun ustun bo'lsin deydi. Bu kurash ham davom etyapti. Demak, kurash ikki xil davom etadi. Umumiy xalqning kurashi qorin uchun, non uchun, pul uchun, dollar uchun, $2000 oylik uchun, buni hamma birdan tushunadi. Lekin huquq uchun kurash, ozodlik uchun kurash, erkinlik uchun kurash, taraqqiy qilgan hamma kurashmaydi. Buni demak maxsus men yozib qo'ydim bugun ham. Haq uchun hamma kurashmaydi. Telegramga yozdim. Haq uchun haq tanlaganlar kurashadi. Lekin ikki jihatdan ham tirikchilik uchun, ham tiriklik uchun, ham qorin uchun, ham qadriyat uchun kurash davom etyapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. O'zbek jamiyati Mirziyoyev rejimi bilan, diktaturasi bilan ko'nib endi bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi, o'zgarmaydi deb qolgan emas. Juda ko'p, minglab insonlar, turli shaklda. Bu odamlar birlashmayapti, u yoq bu yoq to'g'ri gap. Ya'ni odamlar birlashib katta harakat qilmayapti. Lekin ular bir narsada birlashyapti. Mirziyoyev diktaturasi taraqqiyotga yo'l bermayapti.
Şu ma'noda ular birlashgan o'zbeklar yani. Qorni uchun kurashayotgan ham birlashgan, qadri uchun kurashayotgan ham birlashgan. Endi meni aytmoqchi bo'lgan gapim, keling ko'proq qadrimiz uchun kurashaylik. Qorin bir o'tadi yani. Shuncha non, biroz choy, o'zbekning o'sha eski gapi non choy. Shu bilan o'tadi yani. U kutib turishi mumkin. Uning uchun juda qattiq tashlanmaslik kerak. Qadri uchun, huquqi uchun, erkinligi uchun, adolat uchun. Mana buning uchun kurashish kerak. Non o'shanda non ham ko'p bo'ladi. Pul ham ko'p bo'ladi. Agar inson qaranglar, tushunmaydi ko'plar bilan. Erkinlik va adolat uchun, iymon uchun kurashsa, non ham ko'p bo'ladi. Pul ham ko'p bo'ladi. Dollar ham ko'p bo'ladi. Lekin faqat non uchun, dollar uchun, qorni uchun kurashsa erkinlik bo'lmaydi. Adolat hech bo'lmaydi. Faqat ovqat yeydigan, hazm qiladigan bir jamiyat bo'ladi. Agar erkinlik, adolat, iymon uchun kurash bo'lmasa. Shuning uchun kurashni demak haqiqiy kurashga aylantirishimiz kerak. Faqat ijtimoiy tarmoqlarda emas, hayotda musulmonlar yaxshi biladi yani. Masalan, bir kishi namoz o'qimaydi, siz uni namoz o'qishga da'vat qilsangiz, demak kurashyapsiz haq uchun. Bir kishi ro'za tutmaydi, ro'za tutmaydigan odam ro'za tutishga da'vat qilsangiz va ro'za tutsa, demak u kurashyapti. Aroq degan odam, papiros chekigan odam, uni tashlatsangiz yaxshi so'z bilan, yaxshi da'vat bilan, urmay, so'kmay, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarning axloqi bilan, yaxshilik bilan, hal jazaul ihson illa al ihson. Bütün yaxshiliklarning mukofoti yaxshilikdir. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Bu dunyoda ba'zan yaxshilik bo'lmaydi, yaxshilik qilsangiz, men buni oldin aytganman. Lekin oxiratda albatta yaxshilikning mukofoti yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda bitta izoh yozsangiz ham, agar kuniga 10 ta izoh yozsangiz, bu juda yaxshidir. Ha, men izoh yozsam nima bo'ladi deb o'ylamang. Telegramda, YouTube'da, Facebook'da, Instagram qayerda erkinlik uchun kurashaylik, adolat uchun kurashaylik, iymonli bo'laylik, axloqlik bo'laylik, axloqlik bo'laylik. Mana shunday qilib, demak, beparvo bo'lmang, men yozmasam hech narsa qilmaydi. Yozing yani. Juda to'polon bo'lib ketadi-yu mana Hamid Sodiq voqeasi, o'zbek tili voqeasi, mana hozir bir o'qituvchi voqeasi Farg'onada. Har kuni bir voqeada to'polon bo'lib turadi. Siz ham qatnashing. Men qatnashmasam hech narsa yo'q. Siz ham albatta qatnashing. Va yana 10 kishiga ayting, sen ham qatnashing. Ovozingiz chiqsin ham. Kurash shunday bo'ladi. Kurash og'ir. Noumid bo'lmasligi kerak. Ko'plar noumid, baribir hech narsa bo'lmaydi. Nima qilamiz kurashib? Bu noto'g'ri yani. Mirziyoyev diktaturasi bilan kurash davom etadi. Har doim sog' salomat bo'linglar.